Bugun yangi bozor Hamza metan zapravkaga keldim. Bu yerda ne o'zgarishlar, ne yangiliklar, tunam bir obed vaqti ishlamay qolgan ekan, nechun ishlamay qoldi, shular haqida hozir qisqacha ma'lumot berib tushuntirib o'tamiz. Ko'pchilik so'ragan ekan, obed vaqti kelib ketsizlar, bir ilm qolibdi deb murojaat qildingizlar. Hozir nog'alinganligini xullas sizlarga tushuntirib o'tamiz. Yaxshimisiz? Nima tunam obed vaqti ilm qoldingizlarmi? Hava bir 2-3 gün bir remont ishlari olib bordik. Endi xudo xolasa yana ochib ketdik. 24/7 ish faoliyatidamiz. Kelaverasizlar. Xudo xolasa xizmatdamiz joyda. Idora tashkilotlar bilan ishlashasizmi? İdora tashkilotlar bilan shartnoma tuzib boshladik. Hamkorlikqa chaqirganmiz hamma idora tashkilotlarni. Yaxshimisiz? Tez kelib turasizmi bu yerga? Davlat yaxshimi? Bo'ladi, Kilometr berib turibmi? beradi, 200 dan ziyod. 200 dan ziyod beradi axir, ha? Ma'qul shunda? Bo'ladi, ajoyib. Necha ekan? Kilometr berib turibdi, Lölnasinichi? Zarfani dördünesi bilan buni 230 deb tutdim. Yomon emas. Boshqalarga nisbatan yaxshi keldi. Farqi bormi? Shuning uchun bu yerga keldim bugun hozir. Tavsiya qilasizmi odamlarga? Endi tavsiya qilamiz конечно. Tez kunlarda benzini, propani hammasi ishga tushadi. 24 soat davomida ishlaydi. Shu aytib o'tganimizdek bilan bir 2 kun obed vaqti ishlamay qoldi ayrim sabablarga ko'ra. Shuning uchun endi to'liq kelaverasizlar. 24 soat davomida shular uchun shuda xizmatda bo'ladi. Hozir ko'rsatib o'taman zapravkalarni necha ekanligini o'zingiz ko'rib boraverasizlar, like bosib yaqin do'stlaringizga yuborib qo'yinglar. Manzilni aytib o'tadigan bo'lsam, Hamza darvozasini bilasizlar, Urganch Gullan yo'lda bo'yi. Hamza darvozadan kirib kelaversangizlar, chap qo'lingizda bo'ladi bu, o'rtoqlar. Agar siz Hamzadan kelaversangizlar, o'ng qo'lda bo'ladi. Mana Lara tikuvchilik sexi bor, shuning oldida joylashgan metan zapravkamiz. Bemalol kelaverasizlar. Buni tushunmasangiz, pastda telefon nomerlarini qoldiraman, savollaringiz bo'lsa bemalol bersangiz bo'ladi. Telefonlashib bersangiz, ochiq yopiq ekanini bilsangiz ham bo'ladi. Kelaverasizlar.